Sizlarga savol. Bir haftaning ichida Misrda nimalarni ko'rishingiz mumkin? Buni va juda ko'p joylarni. Nimadan boshlaykin? Xo'p, bugun biz sizlar bilan Misrning qurol shaharlaridan biri bo'lgan Sharm el-Shayx shahrida joylashgan eng zo'r mehmonxonalardan biri bo'lgan Rixos Premium Plus 18 mehmonxonasida dam olamiz. Mehmonxona juda katta va har kuni har xil shou dasturlarga ega. Bundan tashqari tur orqali Sharm el-Shayxni yer osti dunyosini ko'ramiz. Yer osti dunyosi Qizil dengizni juda boy va Misr Maldiv orollariga boramiz. Dunyodagi eng katta ochiq osmon ostida bo'lgan muzey bu Luxor shahrida joylashgan va bu shahar juda tarixga ega. Bo'lmasam, boshladik. Barcha rasxodlarni aytib o'taman. Biz Toshkentdan Misrning qurol shaharlaridan biri bo'lgan Sharm el-Shayx shahriga yo'l oldik. Toshkentdan Sharm el-Shayxgacha 7 soatlik parvoz. Assalomu alaykum hammaga. 100 kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Ulug'bek. Sharm el-Shayx aeroportiga va nihoyat yetib qoldik. 7 soatlik parvozdan keyin hozir tamojnidan o'tib oldik. Undan oldin $25 viza bostirib oldim. Luxor shahriga borish uchun. Albatta sizlar ham bostirib olinglar. Sharm el-Shayxdan tashqariga chiqadigan bo'lsanglar. Tashqarida transfer kutib o'tiribdi. Hozir sim kart olib, bagajni olib tashqariga chiqib mehmonxonaga boramiz. Mehmonxona kattaligi uchun sizni golf mashinasida xonangizga olib borib qo'yishadi. Juda katta mehmonxona. Room tour. Kirishda sanuzel, vanna, dushovая, полностью kattaligini qaranglar xonani. Shkafchiklar, tapichka, xalat, hamma yo'q bor. Двухспальный, рабочая зона. Nimaga qaraydigan, bog'chaga qaraydiganni tanladim. Chunki kech payt juda shovqin bo'ladi-da, basseyn tomonlarni tanlaydigan bo'lsangiz. Xonaga gap yo'q. Mehmonxona birinchi liniyada joylashgan bo'lib, o'zini plaji bor va Instagram bob har xil foto zonalariga ega. Bundan tashqari voleybol, gandbol va stol tennis o'ynashingiz mumkin. Mehmonxonada 7 ta basseyni bor va har kuni bu basseynlarda o'yin, kulgi musobaqalari uyushtiriladi. Ovqatni yoqtiradiganlar uchun mehmonxona 7 ta restoranni o'z ichiga oladi. Eng qiziqarli joyga keldik. Tur paketi narxini aytib o'tib ketaman. Tur paketi narxi $2,500 ikki kishiga, ya'ni kishi boshiga $1250 dan tushadi. Bordi keldi aviachipta, medstraxovka, transfer va 5 kecha 6 kunduz yashash. Ya'ni mehmonxonada xohlasangiz 3 mahal, 5 mahal, 7 mahal ham ovqatingiz bo'ladi. Fishkasi Rixosda aytib o'tib ketaman. Masalan, hozir bu yerda Rixos Sharm el-Shayx bor 18+ va Rixos Premium Seagate bor. Любой mehmonxonada ovqatlansangiz bo'ladi. Masalan, Seagate'da akvapark bor. Biz akvaparkka bemalol mashinaga o'tirib borsangiz bo'ladi. Bekarga borib qo'yadi. Har 5 minutda qatnaydi mashina. Akvaparkka borib ko'rsataman hozir. Akvaparkka ham kecha bordik. Ancha katta ekan. Kichkina emas. Attraksionlar ham bor bolalar uchun.
restoraniga ужинga keldik. Bu yerda dengiz mahsulotlaridan ovqat tayyorlashadi. Kirib ko'ramiz. To'g'rirog'i kirib уже o'tirib oldik. Hozir ko'rsataman nimalar olib kelganini. Qizcha. Xayrli tong hammaga. Ertalabdan Misrda Maldiv orollariga harakat qilamiz. Kecha tur sotib oldik. $23 ga biraz $10 to'lasiz. Dalga qilishingiz mumkin. Zavtga qilib boramiz. Bir narsalarni aytib o'tmoqchiman. Masalan, mehmonxonalarga kelib sizlarga taklif qiladi, turlar olishinglarni. Mehmonxonadan agarda oladigan bo'lsangiz, ancha qimmat bo'ladi. Ya'ni $50-100. Masalan, biz Luxorga tur oldik, $200 dan tashqaridan. Описание yozib ketaman, qaysi turga tur olganligimizni. O'zimiz mehmonxonani Rixsizda $350 dedi Luxorga samolyotda borib kelishimiz. Biz $200 ga oldik. $150 farq qiladi. Marina degan portga keldik. Hozir kemaga o'tiryapmiz. Adam degan kema nomida. Ertalab soat 5 bo'ldi. Bugun Luxor shahriga boramiz. Sharm-el-Sheyxdan samolyot soat 7 da uchar ekan. 5 da transfer kelib olib bizni borganimizcha soat
6 bo'lsa registratsiya o'tib ketdilar uchamiz ekan. Shu vaqti 40 minut, 45 minut dedi. Biz endi 1 soat bo'ladi. И soat 7:30da обратно вылет. Kelganimizcha soat 9 bo'ladi. Shunaqa gaplar. Bo'lmasam ketdik Lyuksorni ko'rib kelamiz. Lyuksorga kelib oldik, aeroportidamiz. Aeroportni qaranglar, ajoyib qilingan ekan toshlardan. Samolyot 40 daqiqa uchar ekan, juda ham tez keladi. Uchdi-yu, уже qondik. 7 soatlik parvozlardan keyin уже 40 minut, 15 minutda o'tib ketdi. Тут программа есть одна дорога. Это который Коровецкая дорога. Вы слышали про Алия Сфинкса? Я говорю. Алия Сфинкса, программа, это по которой паровозом есть дорога. 1300 километров до нашей который Ramzes haykallariga keldik. Ko'rayotgan haykallaringiz 15 ming tonna ekan. Juda ham katta, ammo lekin odamni ko'ryapsizmi? Men yaqiniga bormadim. Ko'rsatib kamayapman. Yil bo'yicha endi sekin suzib ketyapti. Bizning gidimiz Muhammed. Yemek o'tirib oldik. Liverpool ekan. Havo issiq bo'lyapti, ammo juda salqin. Yil bo'yicha ketishaman. Ostrovga keldik, Banan ostroviga. 250 tadan ortiq har xil turdagi banan sortlari bor ekan. Mana qaranglar, kichkina banancha, barmog'imchalik katta bo'lar ekan, sekin-sekin 50 kilogacha mana shu bitta nimasida 50 kilo vazn bo'lar ekan. Mana har bitta mana unda ochadigan bo'lsa, ochilgani bor ekan. Mashinadan chiqar ekan. Karnak muzeyiga ham keldik. Maket ekan, to'g'ri muzey kattaligini qarang. Bu joylar 179 ta faraon umumiy olganda qurgan ekan. 3000 yil ketibdi bu joylarda qurish uchun. 3000 yil o'ylab ko'rilgan. Hozir mana bu devorlar, kirish devori 120 metr bo'lgan ekan oldin. Yer qimirlagan zilziladan keyin hozir mana 40 metr, mana o'zi 50 metr balandlikda qoldi. Kirishda qo'ylar. Ikkita umumiy qo'y bor ekan. Onasi aqran ekan, boshqa uydan bor. Bu umuman qumga ko'milib ketgan ekan. Qazib olish. Bu joyda oldin 1000 ta
roboti bor ekan. Dona roboti bor ekan. Hozir 100 ta robot qoldi. Odamni qaranglar. Mana narsani vajohatni qaranglar. Har bir mana kolonnani qurganda жертвоприношение xullas qilgan ekan. Odamni o'ldirib shu xudosiga bag'ishlagan ekanda har bitta kolonnani qurilganda. Xullas bulardan mana shu 12 tasini boshqa faraon qurgan, chap tomonda boshqa faraon qurgan. Которые где-то там, Bularda где-то boshqa в конце. faraon. Где там в конце. Mana qaranglar. Вот такие, это где конце, это были оригинальные 3000 лет, а Оригинальные. вечный сохранился лучший свет. Rangi. Вот такие. А остальные, которые дизелились, которые это были, которые оригинал, но это свет, который с камня, а это свет с растения. Bu ko'lni chuqurligi 40 metr ekan. Primoy Nildan qazilgan ekan. 40 metr o'ylab ko'ringlar. 40 metr. Shu paytda qilingan. Va 10 metr ekan uzunligi. Butun tosh. 22 metr Kleopatra qo'ygan ekan. 22 yil Egiptni boshqargan. Butun toshlar 22 metr. Bittasini Istanbulga olib ketishgan. Istanbulda jon qo'yishgan. I've been